محمد دفتا چرا پرسی مرا کی از کجایم؟ مسلمان زاده‌ام خلق خدایم. بله شنیدی که زبانم تاجیکی است، چی فرق است که شاهم یا گدایم؟ بله من و تو زاده یک کدساریم، بله عاد باشید من و تو میوه یک شاخساریم. من و تو ملتی که تاج داریم، با فرهنگ و بنا مصداریم. بله با فرهنگ و بنا مصداریم. باشید توی محل بازی مکن زینهار، ولی ملت پرستان را میازار. من دعا العصبية ليس منا، ليس منا من دعا العصبية. توجیه deydi, qozoq deydi, qirg'iz deydi, u deydi, bu deydi. Odam ajratish bo'ladi. Shu yerda bor birodarlar. Shu yerda turgan insonlarimiz ichida shunaqa insonlar bo'ladi. Tojidan qiz olmaydi yoki tojiga qiz bermaslik kerak yoki mana uni farosati past, bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asabiyani, millatchilikni talab qilgan bizdan emas degan. Tushundingizmi? Salmon Farsi fors edi. Lekin sahoba edi. Qani turkdan sahoba chiqdimi? Chiqdimi turkdan? Forslar hozirgi tojiklar. Ular kerilib yursin tojiklar. Bizlardan sahoba chiqqan misin? Sahoba chiqqan, Salmon Farsi forslik bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldagi haqni izlab borgan bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Mana bundan bo'lgan insonlar degan Salmon Farsi aytdi. Agarki iymon Surayyo yulduzida bo'lsa ham bular topib boradi. Ular o'sha iymonga erishadi degan. Salmon Farsiga berilgan bu va'da. Boshqa sahobalar ham bor edi shu yerda. Arab, ajam bo'lgan boshqa sahobalar boshqa joydan kelganlar, yo'q, ularga va'da berilmadi. Salmon Farsiga berildi. Millatchilik talab qilinmaydi, millatchilik qilinmaydi birodarlar. Otang, onang bir bo'lsa, nasling, asling bir bo'lsa, nima endi millatchilik qilasan?